Hammaga birdek yoqadigan bozori chaqqon limoncello pirojnisi. Bitta butun qilmoqchi bo'lsanglar 8 ta tuxum, shakar, suv, kukuruzniy kraxmal, un, 2 pachka mak va avalex va razrixителем sovurib, bitta aralashtirib olib mikserga jo'natamiz. Katta mikserda 5 minut, kichkina mikserda 10 minut ko'pirtirasizlar. Videoda ko'rsatilgandek quyuq bo'lgandan keyin listga solib 180 gradusda 40-50 daqiqa. Yana ham o'zingizlarning duxovkalarning orientirini olasizlar. Limonli kompot uchun limon yoki limon suvi. Agar xohlasanglar limonni o'zidan qilinglar. Suv gazli bo'lgani uchun ko'pirib ketdi. Shakar, kraxmal, 2 ta tuxumni ham chaqib solib, yaxshilab aralashtirib, keyin gazga qo'yib, yaxshilab aralashtirib turamiz. Quyilgandan so'ng bitta limonni yaxshilab siqib olasizlar. Buni sovutishga olib turib, qaymoq bilan zugushonkdan krem qilib olamiz. Pishib sovigan biskvitga videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda surib olamiz va kamida 4 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Ganaj uchun qaymoq bilan shokoladni eritib olib, sariq rangdan qo'shib, sovigan pirojnini ustiga quyib tekislab chiqamiz. Yana shunaqa pirojnilardan o'rganmoqchi bo'lsangiz, bitta like bosib, menga obuna bo'ling.